Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Agar siz bu darsgacha videolarni ko'rib kelgan bo'lsangiz, bu darsda sizlar bilan biz reklama o'qishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bugungi reklama o'qish darsimizda trafik maqsadida reklama o'qib ko'ramiz. Biz maqsadlarda gaplashgandik, qaysi maqsad nima olib keladi bizga, qanaqa rezultat olib keladi. Va bugun biz trafik maqsadida profilimizga odam o'tkazish uchun reklama o'qamiz. Ya'ni hamma biladigan sizlarda ham chiqqan adashmasam открыть profil в Instagram degan knopka chiqadi. O'shani bossanglar, shu sizlarni o'zinglarni profillariga lenta o'tadi. Bu orqali nima qilsa bo'ladi? Bu orqali o'zi asosan kichik bizneslarda kosmetika sotsanglar, kiyim sotsanglar, yoki qanaqadir xizmatlar ko'rsatsanglar, profillarga odam o'tadi. U yerda mahsulotlaringiz bilan tanishib chiqadi, lentadagi istoriyalarni ko'radi, bo'lmasa sizlarga prямой direktdan yozishi mumkin, bo'lmasa qo'ng'iroq qilishi mumkin agar mahsulotingizga qiziq bo'lsa. Shunaqa sotuv qilsanglar bo'ladi. Xo'p, birinchi galda biza yoqish uchun savdosi knopkasini bosamiz. Trafik maqsadini tanlaymiz va bu yerda ikki xil yo'nalish bor, ya'ni вручную va rekomendatsiyalar orqali Facebook. Ya'ni bu ko'proq Facebook o'zi nima qilib beradi? Tavsiyalar beradi, shu orqali yoqish. Bunda o'zinglar hammasini to'g'ri sozlaysizlar. Xo'p, tanlaymiz. Birinchisi kompaniya nomi. Buni o'zinglar xohlaganingizcha yozarsanglar bo'ladi, ya'ni adashib ketmasligingiz uchun nomni tanlaysizlar. Maqsad tanlandi. Budjetimiz bizada guruhlar uchun ajratilgan. O'zi bu alohida bitta dars bor, ABO va CBO degan. Men uni keyinchalik bir yuklab qo'yishga harakat qilaman. Hozir sizlarda shu turib bo'lsa, ya'ni bitta auditoriya bilan ishlamoqchi bo'lsanglar, bu yerda guruhinglar auditoriya nomini bersanglar bo'ladi. Xo'p, endi qaraylik. Converse degan joyga biz tanlaymiz Instagram или Facebook. Направлять трафик на профиль Instagram на страницу Facebook desak bo'ladi. Endi bizdan so'rayapti, qaysi profilga yuborasan odamlarni. Biz misol uchun mana testing hike turibdi. Va bu yerga biz bir vaqt o'zida ham Facebookda reklama yoqib, Facebook sahifamizga, profil Instagramimizga ham yuborsak bo'ladi bir vaqt o'zida. Lekin faqat sizlarga reklamalarda aktivni ishlatadigan profilinglar bu Instagram bo'lsa, Instagramni qolib, Facebookga o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Hop, endi bu yerda dnevnoy budjet, ya'ni kunlik budjetingiz qancha? Bu yerga $10 bersak bo'ladi. Yokida bir hafta uchun yo'q qo'ysanglar, birdaniga budjet na весь срок qilib, bu yerdan o'zgartirib $5 kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Va reklama qachon yonib, qachon o'chishini tanlasanglar bo'ladi. Bizlarni hozir misolda kunlik budjet berib, biz qachon o'chishini belgilamaymiz. Reklama yo'qotganingizda budjetinglar, misol uchun hozir soat 7 bo'ldi. 7 dan hozir men $10 budjet bersam, ba'zi paytda Facebook mana shu $10 soat 12 gacha ishlatib olishga harakat qilishi mumkin. Shuni inobatga olgan holda biz reklama yonish vaqtini ertangi kun, ya'ni yangi kundan 00:01 qilib qo'ysak, reklama shu $10 24 soat davomida ishlaydi va bizga qanaqadir ma'noda effektivroq ishlab beradi. Xo'p, bu yerdan biz o'tib ketamiz va auditoriyamiz. Auditoriyani tanlayotganimizda переключить на исходный настройка auditoriyaga bosamiz va bu yerdan o'zimizga mos auditoriyani tanlaymiz. Biz hozirgi paytda Toshkentdagi joylashgan pishiriq sotish bo'yicha magazin uchun qolmiz. Toshkentda. Так, только текущий город faqat shu nimada shaharda reklama yonadi. Buni o'chirsam Toshkentdan tashqarida reklama ko'rinmaydi. Va yoshi, men necha yoshdagi odamlarga reklama ko'rsatmoqchiman. 18 yoshdan 40 yoshgacha deylik. Hop, kimlarga ko'rsatmoqchiman? Ayollar uchun. Va bu yerda qanaqa qiziqishdagi odamlarga reklamamni ko'rsatmoqchiman. Hop, bu yerga yozamiz. Misol uchun men pishiruv sotayotgan bo'lsam, ovqat bersam bo'ladi. Еда. Так, сладкий вкус bersam bo'ladi. Hop, yana desert deb beraman. Mana 3 ta interesim bo'ldi va mana o'rtacha auditoriyam hozircha 300 mingga yaqin, 350 mingga yaqin odam bo'ldi.
O'tgan sizlar nima maqsadda reklama yoqayotganligiga qarab, qanaqa odamlarga reklama yoqayotganiga qarab, ularni qiziqishlarini bersanglar bo'ladi. Hop, oxirida место размещения bu bizning reklamamiz qayerda ko'rinishi va mana bu auditoriya bo'yicha biz auditoriya darsida o'tganmiz. Uni o'zinglar отдельно botdan yaratsanglar ham bo'ladi. Botdan ham sovuq auditoriya qilib yaratsangiz bo'ladi. Asli foydalanuvchi, ya'ni пользовательский auditoriyani tushirmoqchi bo'lsanglar, mana botdan tushsanglar bo'ladi. Hop. Va yana ham to'liq ma'lumotlarni men Telegram kanalimda qoldiraman. Barchasini Telegram kanalimda ko'rsanglar bo'ladi. Hop, место размещения bu bizning reklamamiz qayerda chiqishi. Hop, ya'ni birinchisi mana misol uchun Instagram yoqib turibdi, biza o'chirib qo'yishimiz mumkin. Bizning reklamamiz Facebookga chiqishi shart emas, o'chiramiz. Bizga Reels'da ham shart emas. Okey, o'chiramiz. Va shunda faqat reklamamiz Instagramda mana shu galchikaga qo'yilgan joylarda ko'rinadi. Интересно va Instagram bo'lib turibdi, mana lenta Instagram. Mana shu hududlarda reklamam ko'rinadi. Deymiz. Hop, undan keyin biza oxirgisi bu e'lon. Ya'ni biza reklamamizda nima ko'rsatmoqchimiz? Shuni biza tanlaymiz. Hop, birinchi o'rinda biza reklamani qanaqa formatda bo'lishini belgilab olishimiz kerak. Biza ya'ni ikki xil format bor. Birinchisi bu Instagram profilingizga turgan postni olib reklama qilish, ikkinchisi bu postga joylamasdan turib orqa fondan reklama berish. Agar sizlar orqa fondan reklama beraman desanglar, mana sozdать reklamani bosamiz. Botki настроить kreativga kirib reklamni изображение bo'lmasa video reklamani bosib, o'zimiz kompyuterdan yuklab olamiz rasm yoki videolarni va misol uchun tanlaymiz va matn berganimizdan keyin opublikovать bosamiz va reklamamiz ishga tushib ketadi. Biza Instagram postimizga reklama yoqmoqchi bo'lsak, использовать существующую публикацию knopkasini bosib, выбрать публикацию knopkasini bosamiz va Instagramdagi hozirgi paytda turgan postlarning bittasini tanlab botdan tanlandi, tushadi shunaqa va opublikovать knopkasini bitta bossak, reklama ishga tushadi. Shunaqa qilib sizlar reklama yoqsanglar bo'ladi. Yana ham qiziq ma'lumotlar kerak bo'lsa, yana ham o'zi ko'proq narsalar qilsa bo'ladi bu yerda. Qiziq bo'lsa Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda har kuni ma'lumotlar berib boraman, har xil yo'nalishlar bo'yicha. Hammalarga rahmat. Keyingi videomizda biz SMS maqsadida reklama yoqishni ko'rib chiqamiz.